Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Mirjon Gamer biz boshlaydik do'stlar. Do'stlar, bugun sizlar bilan Telegramni qanday ochish kerakligi haqida o'rgataman. Xullas, mana boshladik. Mana yerda suhbatni boshlash bor. O'shani bosamiz. Mana ko'plarda mana shunaqa holatda turadi. Va mana mamlakat mavjud bo'lmaydi. Mana yerda 998 qilsak, O'zbekiston tanlanadi mana. O'zbekiston. Endi o'zingiz nomeringizni yozasiz mana shu yerga. Mana men o'zim nomerimni yozdim. Sizlar menga bitta yaxshi jihati menga so'ramadi, chunki sizlarda andaqa kod so'raydi, kirish kodi. Telefoningizga SMS kod boradi. O'sha SMS kod kiritishinglar kerak. Belgi qilgan joyga kiritishinglar kerak kodni. Kodni o'zi avtomatik kirib ketadi. Xullas do'stlar, video shundan iborat edi.